Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yilning 2-sentyabr kungi dastlabki jarayonni amalga oshirmoqdamiz mana. Bugungi dastlabki jarayonlarda 25 kilovatli universalniy kotelimiz bor bir dona. Bu kotelimizning afzalligi bu tarafidan hoka ko'mir solasiz. Shuni bu joyga yurgizib olib keladi, bu joyda yanadi hoka. Bu tarafidan yirik ko'mir solasiz bu eshigidan. Shuning uchun bu kotelimiz Amu Teplo universal deb aytiladi. Bu kotellarimizning bunkerlarga 2lik litr, 1.8 litr ishlatganmiz. Kotelning o'ziga 3lik yangi litr ishlatganmiz. Gurlan tumani Vazir mahallasiga boradi bu kotelimiz. Navbatdagi kotelimiz 20 kilovatli kotel. Gurlan tumani Azizbek do'konchiga beramiz buni. Azizbek ukamizning yoniga borib ko'rishingiz mumkin bemalol. Xohlovchilar bo'lsa shu tarafdan ham olishingiz mumkin. Navbatdagi kotelimiz 25 kilovatli kotel Amudaryo tumani Uyshun mahallasiga boradi. Bu kotelimizning bir kunlik rasxoti 35-40 kilogramm atrofida bo'ladi. 0 gradus atrofida bo'lsa, agar bir kunlik rasxoti 15 gradus bo'lib ketsa, minus 15 gradus bo'lib ketsa, 50-55 kilogrammga chiqadi. Buning eng qiziq joyida rasxotlarni ko'p odam so'rab turibdi. Bir-birining uyine to'g'ri kelmaydi bu narsa. To'g'ri kelish uchun bizlarning aytganik hamma narsasini qilsangiz to'g'ri keladi. Joyning satini o'tibdan qilishingiz kerak bo'ladi. Oynalar akvadan, temir eshiklar bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun kilogrammini qanday ekanini ayting degan savolingizga to'liq javob bera olmaymiz. Buni sinab ko'rasiz. Har qanday koteldan ekonomishni deb rayonimizning santexniklari, Xorazm santexniklari kotellarimizni o'tgan yil avvallar kotellardan hammasini ekonomishni bo'lib turibdi. Sening koteling jasur uka degan gaplarni eshitib o'tirmiz. Kotellarimiz haqiqatan ekonomishni orqasida 4 dona kitobi bo'ladi. 3 qora listerdan ishlangan. 1 yillik garantiya xizmatlarini beramiz. Servis xizmatlarini ko'rsatamiz yaqin atrofda bo'lsangiz. Navbatdagi 25 kilovat kotelimiz bu aynan spetsakaz bo'ldi. Bu kotelimizning zapravka joylari 10 cm ga ulqaytirildi. Qiziqqan odamlar bo'lsa 10 cm ulqaytirib tayyorlab beramiz. Xohlagan razmeringizda qanday kotel bo'lishidan ishlab bera olamiz. Navbatdagi kotelimiz Amu Teplo universalning 40 kilovat, 35 kilovat atrofida kotelimiz bu. 400 kvadrat joydan bemalol kuch yetadi, qo'yib ko'rganmiz. Bu kotelimizning afzalligi o'tibdan qilingan. Ya'ni bu kotelimizda bu joyiga hoka yirik ko'mir yoqasiz bu joyiga. Bu joydan hoka ko'mirni solasiz. Hoka ko'mirga bu joyda yonadi. Yirikka hech qanday aloqasi bo'lmaydi. Ko'p odam tushunmay turibdi. Birdaniga ikkalasini ham yoqamiz deb. Unday bo'lmaydi. Bu joydan hokani yoqayotgan paytingizda bu joyda yirik yonmaydi. Bu joydan yirikni yoqayotgan paytingizda bu joyda hokasi yonmaydi. O'shani hisob qilasiz. Bu kotelimizni orqasida 4 dona xotidan keyin yana vertikalniy xotlari bor. Bu kotellarimizning komplektida ventilatorlar, motor elektorlar, miyalar bo'ldi. Bu kotelimizning ventilatorining afzalligi shamolni tek qismidan ham beradi. Bu kotellarimizning bunkerlariga 1.8 litrni ishlatdik. Kotel qismlariga 3lik litrni ishlatdik. Yopiq sistema, ochiq sistemaga bemalol bo'ladi. Eshiklarda azbizning shnurlar qo'yilgan. Kimga shunday kotellar qiziq bo'lsa, temir eshiklar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mangiz shahri. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like'larni bosib qo'ying. Tanish bilishlaringiz, kotellar qiziq, darvoza qiziq deb yurgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.